Mən həmişə başqalardan sual sorab öyrənishni yaxşı görürəm. Yaqında bir dostumdan özünün həyatdan yakunlagan 3 təcrübə savaqni mənə dəb berishini ötündüm. Bu dostum özü 40 yaşlarda olub, özünün qılıyatqan işdə utuq qazanğan, cəmaatın hörmətiga erişkən, ailəsimi şunda yaxşı ketayotgan bir ağaynam oldu. Əmdi 40 yaş kirgan adamlar ko'pincha hayotni xili yaxshi kuzatgan bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Bu dostumның 3 tavsiyasi bunalardan ibaret bo'ldi. Birincisi, men hayatımda 40 yaşga kirgacha hayatımda ailemni texmi ko'proq qadrlasam bo'pti ekan deb o'ylayman dedi. Ya'ni o'zining nurg'un sorun, og'indochilik, ommaviy faoliyatlarga ko'p vaqt ajratib, o'zining ota-onasi, ayoli, bolalari, urug' tuqqanlari, aka inisi, singillari va shularga ko'proq vaqt ajratmaganligidan qattiq afsuslanganligini dedi. Ikkinchisi, o'zining yaxshi ko'radigan narsalarni ko'pincha kishilarning bahosin deb voz kechganligidan o'kindiganligini bildirdi. Ya'ni uning xulosasi, men aslida boshqalarning har qanday bahosi, fikrini emas, o'zim yaxshi ko'radigan, qilishni xohlaydigan, vujudimdan talpinadigan ishlarni bakroq qilgan bo'lsam, butkul vaqtimni shunga sarf qilgan bo'lsam, utuq qozonadi ekanman, xalqninki bahosini, fikrini yoki har xil tanqidlarni va yoki masxiralarni xalq nima qilar deb o'ylab, o'zim yaxshi ko'radigan narsalarga butun zehnimni bermay qolibdiman. Aslida men o'zim yaxshi ko'rgan narsani jinimni tikib qilgan bo'lsam, bek cho'ng utuq qozonadi ekanman, o'zim xushal yashaydi ekanman dedi. Üçüncü xil nəsiyyətdə yoki pushaymini men ən axırda tapqınım bir odamga hech nima hamroh bo'lmaydi ekan, o'zining kallasidagi bilimi, uchuri hamroh bo'ladi ekan. Xuddi Nimshid degandek bilim bir odamninki mangulik hamrohi bo'ldi ekan, boshqa narsa hamroh bo'lmaydi ekan. Men texmi ko'p kitob o'qib olgan bo'lsam yoki o'qigan bo'lsam deb o'yladim. Chunki mushu 3 narsa bo'lgan chaqda, ya'ni oilasi bilan ko'p vaqtni o'tkazgan vaqtida, o'zi yaxshi ko'rgan ishni voyaga yetkazib qilib utuq qozongan vaqtida va kitob o'qib bilim bilan o'zini qurollangan vaqtida bir odam xushal, ma'nilik yashay oladi ekan. Men bu 3 narsani har qanday odamga tavsiya qilaman, ham keyingi hayotimda mushu 3 narsaning qimmatini birinchi o'ringa qo'yman dedi. Bu dostumning gapiga men haqiqatan ishondim. Menmo mushu 3 so'zni o'zim uchun ham boshqalar uchunmi ahamiyatli deb qaradim. Bu o'zimga nasihat. Tayirjon, angladingizmi? Hamisha boshqalardan savol so'rab o'rganishni yaxshi ko'raman. Yaqında bir dostumdan o'zining hayotdan yakunlagan 3 təcrübə savaqni mənə dəb berishini ötündüm. Bu dostum özü 40 yaşlarda olub, özünün qılıyatqan işdə utuq qazanğan, cəmaatın hörmətiga erişkən, ailəsimi şunda yaxşı ketayotgan bir ağaynam oldu. Əmdi 40 yaş kirgan adamlar ko'pincha hayotni xili yaxshi kuzatgan bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Bu dostumning 3 tavsiyasi bunalardan ibaret bo'ldi. Birincisi, men hayatımda 40 yaşga kirgacha hayatımda ailemni texmi ko'proq qadrlasam bo'pti ekan deb o'ylayman dedi. Ya'ni o'zining nurg'un sorun, og'indochilik, ommaviy faoliyatlarga ko'p vaqt ajratib, o'zining ota-onasi, ayoli, bolalari, urug' tuqqanlari, aka inisi, singillari va shularga ko'proq vaqt ajratmaganligidan qattiq afsuslanganligini dedi. Ikkinchisi, o'zining yaxshi ko'radigan narsalarni ko'pincha kishilarning bahosin deb voz kechganligidan o'kindiganligini bildirdi. Ya'ni uning xulosasi, men aslida boshqalarning har qanday bahosi, fikrini emas, o'zim yaxshi ko'radigan, qilishni xohlaydigan, vujudimdan talpinadigan ishlarni bakroq qilgan bo'lsam, butkul vaqtimni shunga sarf qilgan bo'lsam, utuq qozonadi ekanman, xalqninki bahosini, fikrini yoki har xil tanqidlarni va yoki masxiralarni xalq nima qilar deb o'ylab, o'zim yaxshi ko'radigan narsalarga butun zehnimni bermay qolibdiman.
aslida men o'zim yaxshi ko'rgan narsani jinimni tikib qilgan bo'lsam bek cho'ng utuq qozon ekanman, o'zim xushal yashaydi ekanman dedi. Uchinchi xil nasiyatda yoki pushaymoni men eng oxirida topqinim bir odamga hech nima hamroh bo'lmaydi ekan, o'zining kallasidagi bilimi, uchuri hamroh bo'ladi ekan. Xuddi nimshit degandek bilim bir odamningki mangulik hamrohi bo'ldi ekan, boshqa narsa hamroh bo'lmaydi ekan. Men texmi ko'p kitob o'qib olgan bo'lsam yoki o'qigan bo'lsam deb o'yladim. Chunki mushu uch narsa bo'lgan chaqda, ya'ni oilasi bilan ko'p vaqtni o'tkazgan vaqtida, o'zi yaxshi ko'rgan ishni voyaga yetkazib qilib utuq qozongan vaqtida va kitob o'qib bilim bilan o'zini qurollangan vaqtida bir odam xushal, ma'nilik yashay oladi ekan. Men bu uch narsani har qanday odamga tavsiya qilaman. Hem keyingi hayatımda mushu uch narsaning qimmatini birinchi o'ringa qo'yma dedi. Bu do'stimning gapiga men haqiqatan ishondim. Menmo mushu uch so'zni o'zim uchun ham boshqalar uchunmi ahamiyatli deb qaradim. Bu o'zimga nasihat. Tayirjon, angladingizmi?